iltimos ovqatlanayotganimda videoga olmang deb 100 marta mana xotinga aytsam ham orqada o'tirgan. Tosirayib ovqat ham yeya olmadim, men to'xtab qoldim. Odamni og'ziga tiqayotgan nima kerak bor ekan video suhbat qilib. Ovqatlanib o'tirgan odamni videoga olish неправильно, мне кажется. Menga bir og'iz aytsa, "Jasmin videoga olyapman" desa, men tayyor bo'lib, chiroyli bo'lib turaman. Men mayda kartoshka tiqiyapman, mayonez tegadi labimga. O'q biladimi? Bir og'iz Jasmin videoga olyapman desa, hech bo'la demayman, bemalol. Kimmanki, что отказ qilaman. Просто yuklanib o'tirgandirman, может qiyshayib o'tirgan, может sigaret chekayotgandirman. Это же неправильно. Hozir yeyishmasdan chiqib ketdi qimmat ekan deb. Xo'p, bu yerda nasvas olib o'tiraman deb keluvdim. Ovqat ham yeya olmadim даже. Olmang desak borib, Lera opa ovqatlanyotdi. Olmang iltimos desa, yonida shu olyapti mana qilib kamerasini ko'tarib. Tavba qildim. Odamlarga hayronsan. Baba. Даже ай guli. Papitoni panosiga o'xshaydi. Qo'yman ketmas beringlar chiqaman. Voy odamlar insof sari barakada 6000, 4800 pullar 2 kundan keyin babo arzon bo'lib ketadi. Oladigan odam bo'lsa, mazza qilib 1600, 1700 dan sotib bosib sotib olmaysizlarmi? Bоже мой, 6000 baribir ertaga indinga arzon bo'lib ketadi. It olmaydi. O'sha nima istorimga qo'yganimdan beri iPhone izlayapman. Kim olib kelib beradi deb. Biling 6000, 4800, 3200 kapец. Nima bola Dubayga tуда-обратно bilet и в райga tуда-обратно bilet olyapsizlarmi? Боже мой, как так можно? 5 baravar qo'shib sotish,